Assalomu alaykum TikTok ahli, qandaysizlar? Men o'zi har qanday haramda akkauntima qo'yish niyatim yo'q edi, shunga majbur qildi. Jalangoyoq debsen. Men jalangoyoq bo'lishim mumkin, sanga o'xshagan fohisha emasmen. O diskotekaman, bu diskoteka yurib, o erkakka asli, bu erkakka asli 45 ta erkakni asta jatganingda men keltirib beraman, bildim. Keyin mebelda o'tirib mebelim bor. Birovda yeri bilan jatib, ustidan yozib, pulini olib, 3 ta balani rizqiga 2 ta mebel olib kirib qo'yib, bu sana buyurmaydi hech qachon. Jegan ichganing haram seni. Sen yaxshi xotin bo'lganingda yeringda olib o'tirg'ich eding. Qarning qappayib, 30 ta erkakni ichiga kirib, beishdan qimirlatib hamma yeringda o'ynab yotibsan. Durust ayol bo'lsang, o'zingdan endi apaqti yasaysan. Yana menga qarab, urvinim men kimligimni bilib qo'ysin. Sen kimsen o'zi? Bir fohishasan. Menga o'zingni tenglama. Meni urvinima hali jeteseme jo'qma, sen men urvinimdagi odam emassan. Senga Navruz padeshka berdi o'ynab, kuntalik qilib ketding ona, menga kelib asilding. Sen bir qanchiqsan. Sen bashiring aytib turadi tulkiligingni. Bitib o'tirasan-ku, tulkiga o'xshab. Haramnas. Bizga asilma, o'z urviningda jur, o'z yo'lingda jur. Navruzning xotinini da gapirding, sasib, po'qti tagida juradi, sasib. Men ozodaman. To'g'ri, o po'qti tagida jurar. Ish qilib jurar. Sen o'zing uydagi ayollarman, o'zingni tenglama. Sen ming ozoda jur, ming duxi parfum sep, $1000 sep. Nas bo'lib ketgan seni vujuding. Nikagda sen ozoda emassan. Sen bir nassan. Nasligingcha qolasan. Bir ta sher op, 10 talab olganmiz sher, ko'rmagan. Anerga video urib, bunday video urib, pas. Kimligingni ko'rib turibdi xalqam. Bitta yakta betida qani yo'q. Sana padeshka bermasa, sana hech kim padeshka bermaydi. Sening millatparesga laqaylar, sassiqlar deb betinga uraysan haramdan bo'lganda. Beting ham bir haram bo'lib jotdi. Yana sen video qo'yasan, o qizni videosini chiqarasan, bu qizni videosini chiqarasan. Sen kimsen? Mana shu oldima kelib, lopma kelib gaplash men bilan. Yana yerda tushirib olib jirillaysan. Qancha? Menga tiyinma.